Pokiston ahli, O'zbekiston Respublikasi ertaga o'zining ajoyib bayrami. Bu ham bo'lsa, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kunning 34 yilligini nishonlamoqda. Shu jumladan bizning maktabimizda ham bugun katta tadbir, o'zligimiz timsoli ona tilim shiori ostida tadbir o'tkazilmoqda. Avvalambor barchangizni til bayrami bilan, o'zligimiz bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etib, bugungi o'zligimiz timsoli ona tilim shiori ostida o'tkaziladigan tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Ona tilim buyuklikda eng baland tog'san, ona tilim suyuklikda erami bog'san. Ona tilim jon tilim yuragimni qo'rida sayrab turgan bulbuli. Assalom ona yurt tog'lar orkasi, ta'rif tavsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanar muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Bu hayotning ziynati, faxru bashorat assalom. San'atiz, naqshi nuri hidoyat assalom. hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. Xislati birla jahon ahliga ne'mat assalom. Barcha insonga barobar yaxshi odat assalom. Jonim bilan quloq solgin Allah, shirin Allah
hasta uxlab qolgin aylar shirin allam tinglab hasta uxlab qolgin aylar allayor. Ona tilimiz birimizga xush kelibsiz. Bu tilni har bir o'zbek yurakdan his etadi. Chunki bu til millatning ruhi, sha'ni, or-nomusini kelajakka bog'lovchi ko'prikdir. Til borki madaniyat bor, til borki xalq bor, til borki tafakkur bor. O'zbek tili bu ajdodlarimizning bebaho merosi, adabiyotimiz, san'atimiz, davlatligimizning tilidir. O'zbek tili esa asrlar sinovidan o'tgan, buyuk bobolarimiz asarlarida sayqalgan, bugun esa butun dunyo tan olayotgan milliy faxrimizdir. Belanchaging uzra qoshqari, kuylab o'tdi qadim navoni va navqiron yaproqlaringga dil qonini berdi Navoiy. Samarqanddan Bobur ketarkan, dilda bo'g'ib hasrat sasini. Olib ketdi ona yurtidan, turkiy tilim birgina seni. Ammo dushman o'ldirgan botir, tirilganda yana hayotga, mangu borsan va mangu qodir, to'ldirmoqqa yerni ovozga. Vatan uchun baxsh etib jonni, tekin olov kirib daryoga. Farzandlaring to'kkan har qorni, smirding sen o'xshab yo'qga. Ona tili, sen borsang men ham borman. Tildan qolsam seni o'ylab, men ko'zlarim bilan so'ylayman. Erkin yurt toza xalq ozoda nafas, xalqning tafakkuri sha'ni orzusi. Bizga nonday aziz, jondan muqaddas, buyuk O'zbekiston davlatim tili. Men baxtli o'zbekman, ozod insonman. Tanglar ichra tangman, taxtim baxtim bor. Men ko'hna zamonman, yangi zamonman. Xalqim taqdirida o'z dastxatim bor. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jonbasi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am bilan etdi, g'amgusori topmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, gulistoni topmadim. 18,000 olam oshubi agar boshingdadur, ne ajab chun sarvunozim 18 yoshingdadur. Desa bo'lgaykim yana ham 18 yil husni bor, 18 yoshingda muncha fitnakim boshingdadur. 18 yil dema, 180 yil o'lsa uldud Husun shohi ul balolar kim ko'zu qoshingdadur. Oshiq o'ldim, bilmadim yor o'zgalarga yor emish. Allah Allah ishq aro farzandlari bor emish. Qaddiga el mayli bulg'odim, ko'ngil orzudadur. Ul alifdan zo'rlarning hosili ozor emish. Elga novak urdi, men o'ldim bu turfakim, jonim etgan resh bag'ridagi guvoh emish. Ko'rgali ustingni zoru muttalo bo'ldim senga. Ne baloliq dedimki, oshino bo'ldim senga. Har nigohing dard ila qalbimda tutqin ayladi. Har tabassuming ila mastu fino bo'ldim senga. Fido xalqson tanda jonam, bo'lib qurbon anga ruh ravona. Gar o'tsam darbada notavonam. Mani solsa fano yo'liga davron, yurur ustimdan avlodi zamonim. Umidim yashasin maktab bolasi, alar haqqi jayonim.
Na yaxshi o'yla. Ma'qul. Avaz xalqim uchta kursa qona. Sözdür ki nişan berur ölikke jondin. Söz berur jonga habar jondin. Qarq insonning so'z ayladi judo hayvondan. Bilkim buhori sharifroq yo'qondin. Har kimsaki söz demak shoirda durur. Bilkim buhori yerleşik olgan tırmonlar tili. Tomlarni ekilib yashagan bo'ronlar tili. Boburlar tili, shoirlar tili, devonlar tili. Bu kimning tili? Bu mening tilim. Esmim yo'qkan. Mikrofon tele chi, mikrofon yo'q chi, davay. Davay. Ovoz ham bersa fonmondagi shmonchi. Nago, tezasiz. Oyni qo'qitish. Xitoy tili To'raxon tili. Bu mening tilim turk, o'zbekchasi to'ronlar tili. Bu Oltoy tili, bu Uros tili, bu Orol tili. Bu Tumuchinlar, Hunlar va Turkonlar tili. Bizga jon bergan, bizga xon bergan, bizga iftixor. Tarixning tili, Temurning tili, romanlar tili. Jaftalilar uvaysiz, ona hamda yuzlarcha ulug'. Bu odam tili, bu otam tili, bu sevgilim tili. Jon berib kelgan shu yo'lda donolar tili. Xudoning lutfi Sulaymon tili, Tayanshoh tili. Boysunqar tili, Boyqaro tili, Shaybonlar tili.
jannatni yerga Samarqand degan g'ilmonlar tili. Qadim zamonda bir odil va oqil insonning suluv qizi bo'lgan ekan. Bu qizga ikki yigitning ishqi tushibdi va ular sovchilikka kelishibdi. Assalomu alaykum. Biz sovchilikka keldik. Qizingizga o'g'limni ishqi tushib qolibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aylanay. Biz ham sizga ko'chilikka keldik. Qizingizga o'g'limni ishqi tushib qolibdi. Assalomu alaykum. Qizim choy olib kel. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Men yurt farzandi bo'la oladigan o'g'ilga ona bo'lishni istayman. Shunga qarab o'z qarorimni aytaman. Bu ish faqat mening qo'limdan keladi. Men bo'lajak farzandimga ilm o'rgataman. Siyosat bilan shug'ullanib, olamga dom qarataman. Avlodlardan avlodlarga meros qoladigan asosiy boylik tildir. Xalqning umr o'lchovining uning tili belgilaydi. Men o'g'limga tiliga xiyonat qilmaslikka, qo'shiq, ertak dostonlarni aytib, mana shu ona tilimiz uchun jonini ham ayamaslikka o'rgataman. Janjallashmanglar, yurtda donishmand bor. O'sha yerda ko'rib hammasini hal qilamiz. Uning gapi men uchun ham qonun. Ular donishmand oldiga borishibdi. Donishmand esa bu bahs munozaraga sabab bo'lgan ikki fikrni tinglabdi va aqlsizlikda ayblangan yigitga shunday dedi. Qiz seni sevadimi yo'qmi bilmay. Ne? Qiz seni sevadimi yo'qmi bilmayman, lekin otalik sharafiga sen Ko'ngil ilhomchisi kel, ko'ngil bog'ida sayroq bulbulim kel. Ko'rib gulzor ichida sizni yolg'iz indamay men behayo. Kechirgaysiz kelishga jur'at etdim. Ko'ngil ilhomchisi sensan, nechun bezovtasan? Erta tongdan shirin g'azaldin eshitmak odatim bo'lgan azaldin. Ko'ngil armonchisisan, bularning barchasi senga atalg'on. Alisher shersiz, buyuk sher, ulug' ishlarni qilishni istagan er. Bo'lur sherday jasur, qaytmas izidan, kelich kelsa ham qaytmas so'zidan. Faqat ko'pdir essiz ko'p dushmaningiz. Meni sher deding, yovlar quvundir. Quvonlarning ishi senga ayondir. Durust shersiz, faqat zanjiri pand sher. Oltin qafas ichra gar qizil gul bizda bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. Jondin seni ko'p sevarman ey umri aziz. Sondin seni ko'p sevarman ey umri aziz.
Har neki sevsak undan ortiq bo'lmas. Oldin seni ko'p sevamiz ey umri aziz. Har kimki vafo qilsa vafo topgusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topgusidir. Yaxshi kishi yomonlik ko'rmagay hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topgusidir. Yo'li yo'qki jonimga balolik bo'ldi. Har ishni ayladim xatolik bo'ldi. O'z yerin qo'yib sariga surildim. Yo rahmetayin ey yuz qarolim bo'ldi. El ichra birovdin, el yomoni bil oni, atforida idbor, nishoni bil oni. Fel ichra ulus, baloyi joni oni, olam elning, yomoni bil oni. 5 asr nazmi saroyni titratadi zanjirband bir she'r. Tig'im teri qalam bilan oldi Alisher. Bor etar, til yomoni xor etar. Til dil kaliti. Odobning boshi til. Til yuguruvchi boshga, oyoq yuguruvchi oshga. Til dil tarjimoni. Tilingda bo'lsa bo'ling, kulib turar iqboling. Til yaxshisi bor etar, til yomoni xor etar. Til bor bol keltirar, til bor balo keltirar.
Kechirasiz, qarovring. Здравствуйте, что пожелаете? Menga bitta osh, yarimta non, ko'k choy va kakarot bo'ytma nos dedim. Вы знаете, куда вы вообще пришли? Это ресторан. Если хотите покушать плова, идите в чайхану. Kechirasiz, men sizni bilgandim-da. Даже не знаю, с какого леса вы. Современный человек должен знать русский язык. Abayaka. İsmingiz kim? Sobir. Biz Sasha deb o'ylabmiz. Nima buyuradi? Lemon teapot and Caesar salad, please. İngilizce bilmaydilarmi? Yo'q aka. Zamonaviy odam edingiz. Shikoyat daftarini olib keling. Kerak emas-ku. Olib keling. Aka, qadingizni tuting. O'zbekiston Respublikasi hududida bular sizga o'zbekcha muloqot qilishga majbur. Chet tilini ham o'rganib qo'ying, chetga chiqqaningizda kerak bo'ladi. Aka. O'qing. Balandroq ovozda o'qing. Balandroq. Toychoqlaring ham toy bo'lar, baysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar, 15 deganda oy bo'lar. Toychoqlaring ham toy bo'lar, baysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. Chilg'a uyg'onsa agar 15 deguncha soy bo'lar, senga kuch bergan babolar. Toki yutuprog'idir, belni bog'lar chog'idir bu, o'zni chog'lar chog'idir. Darhaqiqat ne allomalarimiz tilimizning qudrati ila ezgulik tomon chorlaydi. Navoiy baytiga o'xshab bu yo'llar. Bu toshlar Hamzaning qotili hayot. Umrbod bizlarni o'rtasa oylar, umrbod zanjirband etsa xotirot. Chunki biz bitta egizdan o'sib chiqqan daraxtmiz. Tilimiz umumiy, tariximiz umumiy, orzu umidimiz ham bir. Biz birga bo'lsak kuchmiz, biz bir bo'lsak kelajakmiz. Yusuf Xos Hoji, Qudugu Milliy asari va Mahmud Toshqag'iy Dovudiy lug'ati turk asari ila tilni so'zlaydi. Bu daraxt negizi shunchalar mustahkamki, har bir ildizida kutubxona mavjud. Arabiylar Fozillar shahrining kitobi qurildi. Rag'uzey hissasi Rag'uzey asari ila hikoyat tuziladi. Chunki sizning shogirdingiz tun-u kun jihad qilasiz, aytgan ishingizni qilmaydi-da. Shu paytda xalqimizning bir maqoli esimga tushdi-da. Qanday maqoli? Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi deb. Ramizjon aka. O'lama. Maqollarni asliga qilmaymizmi? Albatta. Bunaqa balki bekorga ishonib bergan ekanman-da sizga. Nega? Juda mos tushyapti-da ikkalamizning oqibatimiz. Xo'sh. Ishonmagin do'stingga, somon tiqarib ko'singga. Zafar aka. O'lama. Hozir bizning gapimizga qarang-da. O'zi aytishadi-ku, it sevsa akasini qo'padi deb. Javobjon. Lavay usta. Ularning gapiga aralashmang. Nimaga? Bekorga ota-bobamiz aytmagan. Xotinning urushi doka ro'molni qurishi deb. Abujon. O'labay. Siz bilan gaplashim kelmayapti-yu, ja bir tortinib turibman-da. Nimaga ekan? Ko'p gap eshakka yuk bo'larkanmi deb.
O'lmas Jonaka. O'labba ixtiyor Jonaka. Siz shogirdingizdan xafa bo'lmang. Nimaga? Baribir u sizni yoningizga qaytib keladi, chunki xalqimizda bir ajoyib maqol bu. Qanaqangi ekan? Ot aylanib qozig'ini topadi. जहां मुल्क दबेदा इश्क फरेजा सांग अन इश्क başıma kulfat sevda Ulğuma imdat Bilmez bak aldam edin Navu temide Gözleri şakla Kıldın beni bir başla Hüsnüm yaşayda Cilve kılmayacağım Hüsnü yaşayda cilve kılabileceğim Ayıbla şiirin çinmez yarım amanet Bir zarra hamamat Min birle kaçan ting bulur işk içre cahanda Mecnun ile ferhat Min birle kaçan ting bulur işk içre cahanda Mecnun ile ferhat Alisherning otasi G'iyosiddin Kichkina, tog'asi shoir Mirsaid, kimyogar domla Murod va bir nechta sipohlar davra qurib, davlat ishlari yuzasidan bahs yuritib o'tiribdilar. Hozir umumiy palatiyo tuzilib ko'zda intixoblar asbob qilibdilar. Hozir umumiy palatiyo tuzilib ko'zda intixoblar asbob qilibdilar. Hozir haqiqiy olimlarki tashkil etildilar. Davlat ishini bor olimlar. Lekin shunday hisoblaydi. Shu payt Alisher kirib keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otni yaxshi ko'rurmisan Alisherbek? Ko'p yaxshi ko'rmayman, lekin ot cho'tlashdan ko'ra kuchli yurtmoq avvalroqdir. Ofarin, 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 o'qting o'g'limni. Niyatimiz ham xuddi shunday. O'qitmoqni qilardi. Ziyrak bola, bichara sho'xligi bor. Bolaning sho'xi yaxshi, zero hayoli yukli bilan. Fikrning chaqmog'i ilmning chaqmog'idir. Bahodirlikka ne yetsin? Jangchi bo'lgan o'g'lon, kuchi bo'lgan er-yigit har narsaga yetgusidir. Bunga o'qiyot bilimdan saboq bering Janobbek. Hani jiyan bir azal o'qib yubor, bilasan-ku. O'qi, o'g'lim, o'qi, ixlos bilan. Ovozing qonqoch yo'qdi. Sochlar har lahza yosh, bo'ylakin paydo bilan yulduz, nihol bo'lgach quyosh. Bu she'rni men ko'p yaxshi ko'raman. Siz nima deysiz, ota? Menga ham haddan ziyod maqbul. Mavlona Lutfiy nihoyat hassas, nozik tafakkurli, har nejuk madhga yarashur insondirlar. Barakalloh, ofarin jiyan. Peshonangda hamisha quyosh bog'sin. Forsiyda she'rlarni ham ko'pini biladi. Tangriga ming qadra shukrki, aqli ham hofizi ham joyida. Turkiyada bisyor ma'nolar bor. Men sof turkiyda yozurmen, ammo ayrim shoirlar g'azalarini forsiyda yozurlar. Turkiy boy go'zaldir, lekin o'zimizning turkiy tilimizda ham xalq yuragini topib nafis she'riyat yaratmoq mumkin. Mavlona Lutfiyning turkiyda she'rlari ko'pki, bu she'rlarga quyosh kabi nur sochar. Ya Rab, ko'nglimizni nurga to'ldirgan
meni qalbimni sevgi sana ming kuyga solar ko'paytirib yuz dardimni qarashlaring aqlim olar hayron etib meni qalbimni sevging sana ming kuyga solar ko'paytirib yuz dardimni sanqib qolgan sari qiynading meni ichim yonar sevgi Yaşlı aynalı kuydım kıyarınge varmay Sarıp vargen seni kıynadın beni İçim yanar sevgim aytanmay Yükten sen yerdanı Yaşlı aynalı kuydım kıyarınge varmay O'zbek tilining taraqqiyoti bosqichlari. Eng qadimgi turkiy til 10-asrgacha. Qadimgi turkiy til 6-10 asrlarda. Eski Türk tillerinden öğretti. 7-4 asır. Eski Özbek adabiy tili. Hozirgi o'zbek adabiy tili 20-asrdan keyingi davr. O'zbek tili tarixiy taraqqiyotda foydalangan yozuvlar. Uyg'ur yozuvi 6-asrlar. Rus alifbosi asosida O'zbek tiyatri. Latin alifbosi asosidagi o'zbek yozuvi 1429-yil 1440-yillar. Arab alifbosi asosidagi Latin o'zbek yozuvi 1495-yil 24-avgust. Kim javob beradi bunga? Odam balki non yemas, lekin til kerak unga. Qani til? Til qani? Ya, vinovat bittamanmi? Vinovat? Aydorsan, ha? Miyangni ahvoliga sana o'z tilingni aynitgan. Hozir hamma unutgan. Eskicha gapirishni. O'z tilingda so'zlashish, eskicha gapirishmi? Senday badburutni. Bo'ldi, uspokoysa qilinglar. Tinchlaninglar bo'ladi. Shu drujniy bo'linglar. Do'stona desa bo'ladi. O'zi nima problema? Muammo demoqsan-da. Какая разница bunda? Muammoing ana shunda. Farqi juda ham katta. Chista gapirish kerakmi shunda? Toza gapir, albatta. Tilni o'lasi qilding, betafakkur ablahlar. Mening aloqam yo'q o'sha. Umuman aloqam yo'q. Tilga qatnashing ham yaxshi. Munosabatim deng, tog'a. Bularni dimog'i choq. Til o'lib ketmaydimi? Nomard, ertan qusuring avlodga yuqmaydimi? Bu masala keksa yo'q. Ona tili oldida har insonni burchi bor. Ahvol juda ham abgor.
Hozir yangi qonun bor. Reklamlar to'g'risida. Lekin amal qilish yo'q. Uflama to'g'risida. Bittasi e'lon yozibdi. Maktabni to'g'risida. Nimamish? Choch ekamiz. Soch bo'ladi, betamiz. Kabob emas, qabob ekan. Savod ham savod ekan. Shoxobcha, mehmonxona. Shoxobcha, mehmonxona. Meh. Yumshoq bo'ladi, hesi. Hali egasi kelsin. Men bo'laman egasi. Ye, shundoqmi? Bu qanaqasi? Savodni qurjaganmi? To'g'rilab qo'ying, akasi. Xato qildingmi tuzat? Bu imloviy xatolar yoshlar ongini buzar. Qani anavi erkin bozor. She'rda 100 ta so'z yozsa, 85 ta xato bor. Kelmadimi? Kelsa aytib qo'yinglar. Latincha yozishni o'rgansin. Qo'limga tushmasin, zinhor. Okey. Ey shoh karim aylam, chog'a teng tut yomon u yaxshini, kim mehr nuri teng tushar vayron u obod ustuna, xoki taning barbod o'lur, oxir jahonga nechayi yuz xayli g'am qilmish hujum, o'lzori noshod ustuna. Meni shaydo qiladurg'um, bu ko'ngildur, bu ko'ngil. Xor urasvo qiladurg'um, bu ko'ngildur, bu ko'ngil. O'zgadin ko'rmoq ko'zu yoshini ey lutfi, ayni daryo qiladurg'um, bu ko'ngildur, bu ko'ngil. Bo'laman deb Canım tilma canon bo'laman deb Xonumonimni shirma hamyon bo'laman deb Canimni tilma canon bo'laman deb Xonumonimni shirma hamyon bo'laman deb Tuqqan suzulma deyman, yerdan uzulma deyman, yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb Tuqqan suzulma deyman, yerdan uzulma deyman, yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb Yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb Canimni tilma canon bo'laman deb Canon bo'laman deb Dağlarni aylanasan, tog'larga shaylanasan, ehtiyot bo'l qoqilma jayron bo'laman deb Tovus kabi tog'lanib, ming turda jilolanib, olamga e'lon qilma doston bo'laman deb Olamga e'lon qilma doston bo'laman deb Canimni tilma canon bo'laman deb Canon bo'laman deb Sizlarmi? Biz nima qilib qoldik? Biz ona tilimizni unutyapmiz. Biz o'zi 21-asrga yashayapmiz-ku, nima keragi bor o'qishimizni? Assalomu alaykum mening farzandlarim. Men sizlarning ona tilingizman. Meni Alisher Navoiy ardoqlagan, men bilan Erkin Vohidov she'r yozgan. Men sizlarning onangiz kabi e'zozga loyiqman. Men bu millatning xotirasi tarixman. Meni Navoiy, Mashrab, Bobur, Qodiriy, G'afur G'ulom, Erkin Vohidov, Abdulla Qahhor saqlab kelgan. Ularning tili bu til, ular siz uchun yurak qoni bilan she'r yozgan, roman yaratgan, millatni uyg'otgan.
Ularning tili sizga meros. Agar til yo'qolsa, tarix ham yo'qoladi. Shuning uchun til va tariximizni asraylik. Men o'zbek tilining asoschilaridanman. O'z vaqtida turkiy tilni o'z darajasida bilardim. Forsiy emas, balki o'zbekcha yozardim. Aziz o'quvchilar, til bu shunchaki so'zlar jamlanmasi emas. Til xotira, til vatan. Biz mustaqilligimizni til orqali his etamiz. Hurmatli yoshlar, kelajak sizning qo'lingizda. O'zbek tilini boy, toza, ifodali saqlash ham sizning burchingizdir.